Do'konimizga yangi olib kelganmiz. Shu mashhur Sofiya Mutum qahramonni kiyim olib kelib qo'yganmiz. Narxi 170 ming so'mdan Xitoyda ishlab chiqargan, sifat yaxshi. Ko'pchilik mijozdan so'ragan edi. Do'konga olib kelib qo'ydik. O'lchamlari bor. 1 metrdan 1.40 gacha S, M, L, XL o'lchamlari bor. Eng kichkinasidan 1 dan 1.10 gacha to'g'ri keladi. M 1.10 dan 1.20 gacha, L 1.20 dan 1.30 gacha, XL 1.30 dan 1.40 gacha to'g'ri keladi. Sifati yaxshi. Kichkintoy bolajonlarni orzusidagi ko'ylak do'konimizda bor. Bemalol kelib xarid qilsa bo'ladi. Bundan tashqari boshqacha Mutum qahramonlari Erzani ko'ylagi ham bor. Hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Erzani ko'ylagi narxi 170 ming so'mdan. Uni ham S dan XL gacha o'lchamlari bor. Sifati yaxshi. Ko'rib turganingizdek, qor malikasining haqiqiy ko'ylagi. Biz endi mana shu o'zini osib ko'rsatib qo'yamiz. Mahakanga o'zi bolajonlar keltirsa, bundan ham chiroyli ko'rinadi. Ikkinchi ko'rinishligi qor malikasining ikkinchi ko'rinishligi, Erzani ikkinchi ko'rinishligi 140 minglik ham bor. Bu ham sifati yaxshi. Turganingizdek, multfilmda shu ko'rinishda ko'proq chiqadi. Tarafdan shunaqangi osmonli narsalar ham bo'ladi. Buni ham o'lchamlari S dan XL gacha hammasi bor. Qo'shimchasiga bunga 90 ming so'mga mana shunaqangi yopinchiq olib kelib qo'yganmiz. O'ziga mos tushadi. Buni ham shu razmerlari bor. Orqasi kapishonki, bu yopinchiq bo'ladi. Qor malikasini qo'shimcha olib bersa bo'ladi. O'ltirib taqib qo'yiladi. Uzun sochli qiz Harapon o'zi Mutum qahramonni ham kiyim olib kelib qo'yganmiz. Sifati yaxshi. Ko'rib turgan edi. Bu ham shu multfilm qahramondagi kiyim. Bolajonlarning orzusidagi kiyimlar bor do'konimizda. Buni ham S dan XL gacha o'lchamlari bor. Qo'shimchasiga o'zining ichida uzun soch chiqadi. Narxi 165 ming so'mdan do'konimizda kutib qolamiz. Eng qiziq o'yinchoqlar Sofiya To'ysda.